İhsan ve onun dinimizdeki orni. Abdori Muhammed Yusuf. Dinning 3 mərtəbəsi bo'lib, ular iman, islom va ihsondan iboratdir. Arab tilidagi ihson degan so'z ishni qatirqinib qilish, voyaga yetkazib qilish va mukammal qilish degan ma'nolarni ifodalaydi. Bu so'z yaxshilik qilish degan ma'noni bildirdi. Ammo ihson imonning mərtəbəsi qatorida kelganda ishni qatirqinib qilish degan ma'noni ifodalaydi. Qur'on Karimdagi Allah har narsani mukammal yaratgan zotdir degan oyat bu ma'noni ifodalaydi. İhsan degan so'z aytgan, ya'ni har bir ishni qadr qilib qilish, puxta o'rindash, kamolatga yetkazish degan ma'noni ifodalaydi. İmam Muslim Ömer ibn Hattab radhiyallohu anhudan rivoyat qiladiki, biz bir kuni payg'ambar alayhissalomning yonida o'ltiratdik. Oldimizga hech qaysimiz tanımaydigan bir odam keldi. Uning kiyimi oppoq, chechi qap-qora edi. U uzun yo'ldan kelgandek ko'rinmaydi. O adam Peygamber Aleyhisselam'ның aldığı kelib, tizini Peygamber Aleyhisselam'ның tiziga chaplab o'ltirdi va ikki qo'lini uning yo'tisiga qo'yib turib: "Ey Muhammed, islom degan nima?" deb so'radi. Peygamber Aleyhisselam uningga: "Islom Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qligiga, Muhammed Aleyhisselam'ның Allohning payg'ambar ekanligiga guvohlik berish, namoz o'qish, zakot berish, Ramazonda ro'za tutish va qurbi yetsa haj qilishdir" deb javob berdi. Ondan o adam: "To'g'ri deding" dedi. Biz uning o'zi so'rab, ya'ni o'zining tasdiqlaganligiga hayron qoldik. Ondan iymon degan nima deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom uningga: "Iymon Allohga, uning farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlarga, qiyomat kuniga va yaxshilik, yomonlik Allohning taqdiri bilan bo'lganligiga iymon etishdir" deb javob berdi. Ondan o odam "To'g'ri deding" dedi. Ondan ihson degan nima deb so'radi. Peygamber aleyhisselam onunğa: "İhsan Allah'ını körüp turayotgandek ibadet qilishdir. Gerçi sen Allah'ını körelmisanmi, Allah seni körüp turdu" deb javob berdi. Ondan o adam: "Qiyomat qachon bo'ladi" deb so'radi. Peygamber aleyhisselam onunğa: "So'ralg'uchi so'rg'uchidan bek ma'lumotli emas" deb javob berdi. Ondan o adam: "Undaqda qiyomatning alomatlari qaysilar" deb so'radi. Peygamber aleyhisselam onunğa: "Didekning o'z xo'jayinini tug'ishi va yalangoyoq qo'ychilarning egiz binolarga ega bo'lishdir" deb javob berdi. Ondan u odam ketib qoldi. Payg'ambar alayhissalom biroz o'ltirgandan keyin: "Ey Umar, mendan savol so'ragan kishining kim ekanligini bilamsan?" deb so'radi. Men: "Alloh va uning payg'ambari biladi" dedim. Ondan payg'ambar alayhissalom: "O Jibril edi, sizlarga dininglarni o'rgatish uchun keldi" dedi. Bu hadis dinimizni intayin ixcham so'zlar bilan, to'liq ro'shan bayonlar bilan ochiqlagan nihoyatda muhim bir hadisdir. Bu hadisning ahamiyati Payg'ambar alayhissalomning "O Jibril edi, sizlarga dininglarni o'rgatish uchun keldi" degan so'zdanmi mukammal sifatlab bergili bo'lmaydi. Payg'ambar alayhissalomning bu hadisi islom dinining eng mukammal va eng ixcham tarbi edi. Bu hadisda bayon qilingan islom, iymon va ihson qatorliq 3 cho'ng haqiqat dinimizning 3 cho'ng mərtəbəsi bo'lib, nihoyatda ahamiyatlidir. Chunki Alloh taolo insonning dunyo va oxiratlik baxt saodatini mushu 3 ishga bog'lagan. Bu 3 mərtəbə o'rtasidagi munosabat nihoyatda zishdir. Islomning doirasi iymon va ihson qaraganda kengdir. Buning asosan har qanday musulmonni mo'min degili bo'ladi. Har qanday mo'minni muhsin degili bo'ladi. Yani sahrolik arablarda iman etdik deydi. Ey payg'ambar, ularga aytganki, sizlar bo'ysunduq danglar. Iman tehi dilinglarga kirmidi degan oyat buni ifodalaydi. Bu hadisning ihson Allohni ko'rib turayotgandek ibodat qilishdir. Garchi sen Allohni ko'rolmasangmi, Alloh seni ko'rib turadi degan qismida ibodatlar tilga ilingan bo'lsa-mu, u din va dunyolik barliq amallarni o'z ichiga oldi. Uning ustiga ibodatning umum ma'nosimi Alloh taolo ko'rsatgan va rozi bo'lgan shaklda yashash deganlikdir. Buning asosan mazkur hadis shuni ifodalaydiki, odam ibodatni Alloh taolo meni ko'rib turadi. Men uning huzurida turyapman degan e'tiqod bilan qilgandek, din va dunyolikqa munosabatlik har qanday bir ishni shunday qitirqinib qilishi, har vaqt Alloh taoloning o'zini kuzatib turganligini bir minutmi esdan chiqarmagan asosda ish ko'rish lozim.
Mömin adam her bir ishni Alloh taolo meni va qilayotgan ishimni ko'rib turadi degan qanoatda chin ixlos bilan qitirqinib, voyaga yetkazib qildigan bo'lsa, u mo'minlikning eng yuqori pallasiga yetgan bo'ladi. Mundaq kishi Qur'on Karimdagi, ya'ni shaksizki Alloh taqvodorlik qiluvchilar va qitirqinib ish qiluvchilar bilan bilidir degan oyatda tilga olingan kishilarning qatoridan o'rin olgan bo'ldi. Allah Taala bu oyatda o'zining har bir ishini qatirqinib qiluvchilar bilan birlashganligini bayon qilgan bo'lib, Allah Taala o'zi bilan birga bo'lish martabasiga yetgan bandalarni himoya qiladi, qo'g'daydi va ularga yordam qiladi. Muhsin yana ishni qatirqinib qilg'uchi degan sifat mo'min degan sifatning xos sifat bo'lib, har qanday muhsinni mo'min degili bo'ladi. Ammo har qanday mo'minni muhsin degili bo'lmaydi. Muhsinlik darajasiga yetgan kishi Allah Taolaning muhabbatiga sazovor bo'ladi. Ya'ni Allah qitirqinib ish qiluvchilarni yaxshi ko'rdi. Qur'on Karimda Allah taqvodorlarni yaxshi ko'rdi. Allah har ishni qitirqinib qiluvchilarni yaxshi ko'rdi degan oyatlar ko'p uchraydi. Ammo Allah musulmonlarni yaxshi ko'rdi yoki mo'minlarni yaxshi ko'rdi deydigan biror oyat yo'q. Chunki musulmon odam mo'minlik martabasiga yetgandan keyin taqvodorlik va muhsinlik martabasiga yetgan vaqtda Allah taoloning muhabbatiga sazovor bo'ladi. Qur'on Karimda kelgan ihson, muhsin, muhsinin degan iboralar bilan kelgan oyatlarning ko'pinchisi yaxshilik qilish emas, ishni qidirqinib, ixlos bilan qilish ma'nosida kelgan. Masalan, amaliyat ular degandek emas. Kimki voyaga yetgan ixlos bilan Allohga yuzindigan, u Rabbining dargohida mukofotga erishadi. Bunday kishilarga hech bir qo'rqinish va g'am qayg'u bo'lmaydi. Alloh yo'lida pul-mol, ya'ni sarf qilinglar. Bexillik qilib o'zinglarni halokatga tashlamanglar. Qitirqinib ish qilinglar. Alloh qitirqinib ish qiluvchilarni do'st tutadi. Taqvodorlar bayashatchilikdimi, qisinchilikdimi Alloh yo'lida pul-mol sarf qildiganlar, ochiqini basalaydigan, kishilarni kechiralaydigan kishilardir. Alloh qitirqinib ish qiluvchilarni do'st tutadi. Ya'ni shunga Alloh ularning dunyoga ne'matlarini va oxiratning yaxshi mukofotini ato qildi. Allah qitirqinib ish qiluvchilarni do'st tutadi. Bu so'zlar uchun Alloh ularni ostidan o'stanlar eqib turadigan jannatlar bilan mukofotlaydi. Ular jannatlarda mangu turadi. Ishni qitirqinib qiluvchilarning mukofoti ana shudir. Biz Ibrohimga Ishoqni, Yaqubni ato qildik. Ularning har birini hidoyat qildik. Biz ilgari Nuhni hidoyat qilgan. Ibrohimning avlodidan Davud, Sulaymon, Ayyub, Yusuf, Musa, Harunlarni hidoyat qilgan edik. Qidirqinib ish qiluvchilarni mushundaq mukofotlaymiz. Bu oyatlarning hammasida ihson, muhsin va muhsinin degan so'zlar qitirqinib, voyaga yetkazib qilish degan ma'noda kelgan. Ammo Allah'ның sana bergenlerini to'g'ri yo'lga sarf qilish bilan oxirat yurtini tilgin. Dunyodagi nisbangni unutmagin. Allah sana yaxshilik qilgandek, senmi boshqalarga yaxshilik qilgin. Yer yuzida buzg'unchilikni izlamagin, chunki Allah buzg'unchilik qiluvchilarni yaxshi ko'rmaydi degan oyatda yaxshilik qilish ma'nosida kelgan. Ihson degan so'z ota-ona haqida kelganda oldi bilan qitirqinib xizmat qilish degan ma'noni ifodalaydi. Oyatdagi ihson degan so'zni qitirqinib xizmat qilish deb tushunish eng muvofiqdir. U chaqda oyatning ma'nosi Rabbing faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onalarga qitirqinib xizmat qilishinglarni farz qildi deganlik bo'ladi. Ota-onalar haqida kelgan ihsonni yaxshilik qilish degan oddiy ma'no tushunish to'g'ri emas. Buning asosan ota-onaga ihson qilish deganni ota-onaga yaxshilik qilish deb tushunish to'g'ri emas. Chunki birovga yaxshilik qilish degan xolisona yordam qilib qo'yish, xayr-saxovat qilib qo'yish deganlik bo'ladi. Holbuki ota-onaga ihson qilish farzdir. Farz bo'lgandimi odatdagi farzlardan emas, balki Allohga ibodat qilishdan keyingi ikkinchi cho'ng farzdir. Rabbing faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onalarga qitirqinib xizmat qilishinglarni farz qildi. degan oyatning ma'nosi buni taqozo qiladi. Ota-ona qilinadigan ihson boshqalarga qilib qo'yadigan xayr ihsonga va xolisona yordamlarga o'xshamaydi. Chunki xolisona yordam va xayr ihson degan boshqalarga badal siqib qo'yadigan narsa. Ammo ota-ona qilinadigan ihson ularning qilganlarini qaytarish yo'lidagi burch va qarzdir. Shunga bundaq bir qarzni ado qilish yo'lidagi xizmat burchini oddiy ma'noda yaxshilik qilish deb tushunilish to'g'ri emas. Masalan, siz birsiga badalsiz bir narsa bersangiz yoki o'simsiz qarz berib tursangiz, siz uningga yaxshilik qilgan bo'lasiz.
Әмма siz onunğa ma'lum bir xizmetining yoki yaxshiligining badliga bir narsa bersangiz yoki uningda olgan qarzingizni qaytarib bersangiz, onunğa yaxshilik qilgan bo'lmaysiz. Balki haqqini ado qilgan bo'lasiz. Ota-ona xizmat qilishmi ularning haqqini ado qilganlikdir. Bu xolisan yordam yoki xayr-ehson tariqasidagi bir yaxshilik emas. Amal ibodatlarni rasmiyatga o'xshash qilib qo'ydigan, o'zining din va dunyolik vazifasini qo'lning uchida o'rindab qo'ydigan odam na Alloh taoloni, na insonlarni rozi qila olmaydi. Bundaq odam hech kimning olqishiga erisha olmaydi, hech kimning sevgisiga loyiq bo'la olmaydi. Bundaq odam dunyo va oxiratda ziyon tortadi. Hikoya qilinishicha, bir qurilishchi ma'lum bir binokorlik shirkatida uzun yil ishlab, oxiri damlash chiqadigan vaqt keldi. Shundan bilan o kishi shirkat lideriga o'zining damlash chiqish iltimosini sunibdi. Biroq lider uning iltimosini qabul qilish bilan birga uningdan yaxshi bir uy silib berib, ondan damlash chiqishni o'tinibdi. Qurilishchi yaxtiyolmaganlik uchun majbur holda ma'qul debdi va shu uyni tezroq bitkizib, shu liderning ko'zidan yiroq bo'lib damlash chiqishga aldirabdi. Qurilishchi damlash chiqishga aldirab turganda, liderning uningdan oxirgi bir uy silib berishni talab qilganligi uningga qat'iy xushyoqmagan bo'lsa-mu, qo'lining uchida bitirib berishga boshlabdi. Qurilishchi uyga ishiladigan materiallarni yaxshi tanlamay, arzon materiallarni ishlatib, uyning o'lini mustahkam qilmay, tomlarini agir-bugir qilib, uyning qurilishiga qilchi ko'ngil bilmay, qo'lining uchida bo'lishiga ishlab, uyni plandan burunla bitirib chiqibdi. Bu kasofat uyni bitirib bo'lganidan xushal bo'lgan qurilishchi atsi liderning ishxonasiga aldirash kirib, "Bo'ldi, uy bitdi. Mendan shu ochqichni elib, meni dam olishga qo'yib bergaysiz" deb ochqichni liderning oldiga qo'yibdi. Lider birdan turgandan keyin qurilishchi qarab, "Ha, bo'pti, tezda bitirib chiqibsiz. Bu uyni aslida biz sizning shirkatimizga atagan 40 yillik amgingiz badliga hadiya qilish uchun soldirgan edik. Ochqichni eling, uy sizning. Yaxshi o'ltirib dam oling" debdi. Bu chaqda qurilishchi uyni qo'lining uchida bo'lishiga silib, o'zini olganligiga qattiq pushaymon qilib, qo'llarini tishlabdi. Ammo bu chaqdagi pushaymon nimaga asqatsin? Siz oxiratda Alloh taolaning oldida mushu hikoyadagi qurilishchiga o'xshash pushaymonni alg'ili qash topolmay qolsangiz qanday qilasiz? Buni o'ylab ko'rdingizmi? Bu dunyo bizning oxiratligimiz uchun ishlaydigan maydondir. O'zimizning oxiratdagi turalg'imizni mushu dunyoda iymon va yaxshi amalni xam material qilib turib, o'zimiz qurib chiqamiz. Turalg'imizni esil qasr qilib silish yoki kabilikli oddiy silib qo'yish o'zimizning ilkidagi ishdir. Chunki har kim o'zining jannatini yoki do'zaxini mushu dunyodan o'zi yaratadi. Demak, din va dunyolik har qanday bir ishni qitir qilib, ko'ngil bilib, boya yetkazib qilish dinning iymon va islomdagi keyingi martabasidir. Bu martabaga yetganlar Alloh taolo bilan birga bo'lish sharafiga noil bo'luvchilardir. Ihson nima uchun dinning martabasi qatoriga ko'tarilgan? Bizning dinimiz bilganga amal qilishni, din va dunyolik uchun qitirqinib ishlashni farz qilgan bo'lib, ihson qalbimizdagi iymon bilan islomni ro'yobga chiqaradigan va u ikkisini amalda ko'rsatadigan narsadir. Shunga ihsonning iymon va islomning qatoriga tizilishi ajabnalik emas. Chunki har qanday bir ishni qitirqinib, voyaga yetkazib mukammal o'rindash shu ishda g'alaba qilishning kapolatidir. Mayli dunyolik ish bo'lsin yoki oxiratlik amal bo'lsin, uni voyaga yetkazib mukammal darajada o'rnaganda u ishning yoki amalning natijasini ko'rgil bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom uning sahobalari va islom gullanganga oltin davrlardagi o'lgulik musulmonlardan dunyolik har qanday bir ishni voyaga yetkazib mukammal qiladi. Ishda hiyla qilmaydi. Ko'z bo'yamchilik qilmaydi. Din va dunyolik ishlarni qo'lning uchida ish qilmaydi. Har ishda islom axloqini o'ziga o'lcham qiladi. Shun ular dunyo va oxiratlik har ikki tarafdan teng natija qozongan, o'z amaliyati go'zal axloq bilan dunyoda nurg'un kishilarni islom kirgizgan, Osiyo, Afrika, Yevropadan iborat 3 qit'ada hokimiyat yurgizgan. Bu g'albalarning hammasi qitir qilib ishlash, har ishga samimiy ixlos bilan yuzlanish orqali qo'lga kelgan. Afsuski, hozirgi musulmonlarning ko'p sonligi dunyodagi ishlarni saxtlik bilan, ko'z bo'yamchilik bilan qo'lning uchida qildigan bo'lib, fan texnikada ishlab chiqarishda musulmon emas davlatlardan xeyli bak orqada turmoqda. Chunki ular ishlab chiqarishga ko'ngil bilmaydi. Hatto o'z ishlab chiqarishga cham yetadigan narsalarni musulmon emas davlatlardan ilib kelib iste'mol qiladi. Ular oxiratlik amal ibodatlarni rasmiyatga o'xshashlik qilib qo'yishga odatlanib qolganlikdan, ularning qilgan amal ibodatlari o'zining axloqiga, yurish-turishiga qilch ta'sir qilmaydigan bo'lib qolgan. Buningdan ularning o'zlari qilgan amal ibodatning mevasini ko'rolmaganligi chiqadi. Bu dunyoda mevasi va ta'sir ko'rilmagan amal ibodatning oxiratda asqatishi tasavvurdan yiroqdir. Dinimizning peshvolari bo'lgan sahoba kiramlar Alloh taologa ibodat qilish orqali hayotini tubdan o'zgartgan.
Hatda İslamiyetdən ilgiri öz qızlarını nomusdan tirik turğuzub yeri kömüp ötken kişilərmü İslamdan keyin əxlaq fəzilətdə dünyaga ulgu yaratqan. Dünyanın yirak bir chetida zulm uçurgan qızlarni qutqizish uchun jihadga atlangan kishilardan bo'lib qolgan. Amal ibodat ta'sir qilsa, ana shundoq ta'sir qiladi. Kishilarning hayotini ana shundoq o'zgartiradi. Ammo rasmiyat yuzidan qilib qo'ygan amal ibodatlar hech kimga ta'sir qilmaydi, hech kimni o'zgarta olmaydi. Demak, qo'lni uchida qilib qo'ygan ish yo dunyoda, yo oxiratda asqatmaydi.